Kambag'allar, puli yo'qlar, u ham odam, siz ham odam. Sizni holatingiz qiyomatda unikidan ko'ra yengilroq bo'ladi. Chunki pulingiz yo'q. Imtihoningiz oson bo'ladi. Kambag'al faqat qiyomat kuni xursand bo'ladi kambag'al bo'lganiga. Boy faqat qiyomat kuni pushaymon yeydi, qo'lida katta dunyo bo'lganiga. Agar solih amallarga sarflamagan bo'lsa. Agar birov o'zini mana shunga katta tutsa, boshqalardan bir baland tutadigan bo'lsa, kekkaysa, kibr qilsa, atrofdagilarga u aziz bo'lib, quvvatli bo'lib ko'rinadi. Musulmon unaqa bo'lmaydi. Musulmon odam doim o'zini Allohga muhtoj deb biladi. O'zini Allohga zor, faqir ekanligini tan olib turadi. Musulmon odam kamtar bo'ladi. Shuning uchun yaxshilab bilib olaylik. Allohga muhtoj bo'lgan, Allohga faqir bo'lgan banda kamtar bo'ladi. Kibr musulmon odamga yarashmaydi.